Kariz qaynonam Kariz opasi bilan ichgani chiqib ketuvdilar. 5 minutda hozir boramiz. Sovuni ko'rmoqchi ekan Kariz xolang degani uchun hozir 5 minutda keladilar. Birgalikda kutib olamiz. Ikkita ichgan xotinni. Ketdik. Kutilmagan pog'odor bo'ldi. Biz Kariz xolani kutsak, Kariz pochcha kelib qoldi. Shermanda. O'tirgan ahvolimizni qarang. 17 oylik bolam biz oilamizda bunaqa kishi ham bormidi deb qarab o'ylab o'tiribdi. Itvachchamizni xayolida esa faqat ovqatni ko'rganda dumi ham shunaqa vertolyotga o'xshab aylanadi. Hammalari birgalikda ko'chaga chiqib ovqat yeb kelgani yetmaganday uyga kelib ham yana piva bilan allambalolar yeyishdi. Kariz qaynonam aytishi bo'yicha Kariz xolam bilan Kariz pochcham 6 oydan beri piva yoki so'juv ichmayotgan ekan. Bugun birinchi kuni qaynonamning tug'ilgan kuni bo'lganligi uchun ichamiz deb chiqishibdi. 6 oydan beri ichmadinglarmi? Wow, rekord qo'yibsizlar deb turib ozgina maqtab qo'ydim. Bu gapimdan keyin xursand bo'lib ketgan Kariz xolam bilan Kariz pochcham maza qilib o'g'lim bilan o'ynashyapti. Kariz xolam ichib olib bolamni o'pirganiga Kariz pochcham o'pirma, kasal-pasaling, mikrobing yo'qib qoladi deb urush beryapti. Kariz xolam g'irt mast bo'lib qolganiga hozir o'zlarini nima qilayotganini ham tushunmay turibdilar. Nara anqayib o'tirmasdan bor yana bitta pivo olib kelib meni jo'natordilar. O'zbekistondagi kelinlarimiz qaynonasiga choy toshisa, men esa pivo toshiyman. Shuna qilib maza qilib yeb, ichib, endi uylariga surishyapti.